Assalomu alaykum. Demak, kuz mavsumi boshlab, ya'ni hamma joyda ko'chat ko'chirish, ko'chat ekadigan mavsum boshlanyapti. Ko'pchilik insonlar, ya'ni fermerlar savol bilan chiqyapti. Ko'chatni kuz mavsumida ekkanim yaxshimi yoki erta bahorda ekkanim yaxshimi degan savol berishyapti. Qisqa javob berib ketaman. Kuzda ekadigan bo'lsangiz, qanaqa minus tomonlarini aytib ketaman. To'g'ridan to'g'ri minus, chunki bilasizlar, ko'chat ko'chirilgandan keyin birinchidan ildizlari juda nozik bo'ladi. Ikkinchidan ko'chat yerga ekilib bo'lingandan keyin ildizlari yerni taxminan bir 10 santimetrda yoki 15 santimetrda bo'lishi mumkin. Ko'milishiga qarab, ildizlarning joylashuviga qarab. Agar qishki sovuqlar, o'zingizlarga ma'lum, 23-yildan beri O'zbekistonda qattiq sovuqlar bo'lyapti. Endi muzlamalarni men yerlar oxirgi yillarda muzlamalarni kuzatdimki, qattiq sovuqlardan keyin taxminan 15 santimetr yer usti muzlayapti. O'sha hal aytganimda ko'chatning ildizi 15 santimetrda bo'ladigan bo'lsa, yosh ko'chat ildizlari bilasizlar nozik, yosh bo'ladi va ildizlarini to'liq sovurib ketish xavfi juda yuqori. Bu narsani ustozlarimiz ham ko'p aytishadi. Shunga shu qoidalarga amal qilgan holatda eng yaxshi davr aytaman, ko'chat ekish uchun eng yaxshi davr bu fevral oyini birinchi 15 kunligida mevali daraxtlar bo'ladimi, manzarali daraxtlar bo'ladimi, farqi yo'q. O'sha paytda ekish eng yaxshi davr hisoblanadi. Endi aytaman buni plyus tomonini. Asosiy plyus tomoni ko'chat ekilgandan keyin 15 kundan 45 kun vaqtgacha yerga ildiz to'g'ri o'rnashib bo'ladi. Fevralda o'sha 5-dan keyin, chilla chiqqandan keyin deb tushuntirishni oddiyroq qilib tushuntiraman. Chilla chiqqandan keyin eksangiz 45 kun ichida 5-martgacha 28 bir oy bo'lsa, ya'ni 15 kun qo'shsangiz u yog'iga 20-martga yaqinlashadi. Bilasizlar, o'sha kunlar qizigandan keyin fevralda ekkan ko'chatinglar xudo xolasa 99% ko'karadi. Bu narsa meni o'zimni 12 yillik tajribamda kuzatib kelyapman. Hech qanaqa qo'rqinchli, zararli joylari yo'q va albatta o'sha fevral oyida ekkaningizdan keyin ko'chatga birinchi jon suv berishingiz juda ham muhim hisoblanadi. Shuning uchun har doim aytaman, kim telefon qilsa ham farqi yo'q, kim bo'lishidan qat'iy nazar ko'chatni faqat va faqat fevral oyini birinchi 15 kunligida ekish mumkin. Istisno bilan janubiy hududlarda kuzda ekish mumkin. Unda ham men kuzda ekishga tavsiya qilmayman bu narsani. O'zingizlarni joylashuviga qarab turib, relyefiga qarab turib surishinglar mumkin. Masalan, yanvar oxiri yoki fevral birinchi 10 kunligiga yoki birinchi 5 kunligiga surishimiz mumkin. Shunaqa hududlarimiz borki, ko'rinishi odam ko'z bilan qaragan tekis bo'ladi, lekin aynan o'sha hudud chuqur joyda bo'ladi. Bilasizlar, chuqur joyga sovuq ko'p to'plangani hisobiga sovuq ko'p to'planib turadi va bu zarar keltiradi to'g'ridan to'g'ri ildizlarga. Ko'chatinglar qurib qolmasini istamasanglar, fevral oyida ekishni tavsiya qilaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum. Hurmatli bog'bonlar. Men sizlarga ko'proq foydam tegishi uchun yangi tashabbus boshladim. Ya'ni boshlagandim va shu tashabbusni yana rivojlantirish maqsadida sizlarga o'zimning Telegram kanalimni havolasini xudo xolasa videolarim tagiga joylab ketaman. Bu joylashimizdan maqsad, agar bog'ingizda o'zingiz yecholmayotgan qanaqangidir muammo bo'ladigan bo'lsa, hosildorlik past yoki daraxtlarning shakl berishda, o'sishda, o'g'itlashida, tuproq tahlilida, suv tahlilida qanaqangidir muammolarga duch kelib, bog'ingizdan yaxshi foyda yoki yaxshi daromad yoki yaxshi hosil ololmayotgan bo'lsangiz, bemalol meni Telegram kanalimga o'zingizdan savollarni rasm video tariqasida yuborishingiz mumkin. O'sha yuborgan ma'lumotinglar, ya'ni savolinglar keng muhokamaga qo'yamiz va shu joyda men to'liq sizlarga javob beraman, xudo xolasa. Va o'sha sizlar yuborgan savol orqali bu hamma ko'radi. Balki kimdir bog'ida ham shunaqa muammo bo'layotgan bo'lsa, qolgan bog'bonlar ham shu siz yuborgan rasm video savol orqali o'zlariga bemalol javob olishlari mumkin. Qaytaraman, o'sha Telegram havolamni joylab ketaman. Bemalol kirib savollarni kommentariyada yozib javob olishingiz mumkin.